Amerika Birleşmə Agentliğinin muxbiri Dabanchengdagi 10 ming kishilik lagerni ziyorat qilgan. Birleşmə Agentligi 22 iyul kuni e'lon qilgan maxsus xabardan qaraganda, bu yil aprel oyida Birleşmə Agentligining muxbirlari Xitoy hukumati o'rinlashtirgan ziyoratga qatnashib, Xitoy o'zi Urumqi 3-nomerlik Tutub Turush mərkиzi deb ataydigan lagerni ko'rgan. Muxbirning tasvirlashicha, ular bu o'rinda ziyorat qilgan Камеры bu zo'r qurilishning faqat bir bo'lagidagi 240 kameraning biri bo'lib, tutib turish mərkиzi Xitoy bo'yicha, hatto dunyo bo'yicha eng cho'ng tutib turish o'rni hisoblanadigan. Bu qurilishning ko'lami Vatican shahar davlatidan 2 hassa cho'ng ekan. Xitoy doiralari muxbirlarga bu o'rinda qanchalik odam tutib turilayotganligini aytib bermagan. Biroq muxbirlar bu o'rinning oz deganda 10 ming odamni sig'dirib ketalaydiganligini mo'ljallagan. Diqqat qo'zg'aydigan shuki, Xitoy doiralari ziyorat jarayonida muxbirlarga bu o'rinning xalqaro axborotlarda deyilayotgandek tarbiyalash markazi emasligini qayta ta'kidlagan. Urumqi jamoat xavfsizlik idorasining boshlig'i Jang Jongbey, bizning tutib turish markazimiz bilan tarbiyalash markazlari o'rtasida hech qanday bog'lanish yo'q. Bu yer azaldan tarbiyalash o'rni bo'lib boqmagan degan. Halbuki bu o'rinning ilgari Urumqi kasbiy mahorat va tarbiyalash markazi deb atalganini, qisqasi uning lagerligini ko'rsatib beradigan isbotlar bor ekan. Birleşmə Agentligining muxbirlari o'zi ko'rgan bu manzaradan mundaq xulosa chiqargan. Bu shuni ko'rsatadiki, Xitoy yanada zo'r turkumdagi Uyg'ur va boshqa musulmon asonliqlarni tutib turyotidi va davomli tutib turishni planlayotidi. Sunniy amradan tortilgan suratlardan 2019-yili Dabancheng tutib turish o'rniga uzunligi 1 ingliz miliga yaqin keladigan yangi binolar qo'shilgan. Birleşmə Agentligi xabarda Xitoy hukumatining tarbiyalash markazidagi o'quvchilar o'qish bitirganlikdan bu o'rinlar taqaldi deb tashviq qilayotganligini eskartib turib, yana mundaq yozgan. Agentligimizning Dabanchengni ziyorat qilishi, sunniy amra orqali tortilgan suratlar, mutaxassislar va sobiq mahbuslar bilan olib suhbatlari shuni isbotladiki, garchi nurg'un tarbiyalash markazlari haqiqatan taqalgan bo'lsa-mu, amaliyotda ba'zilari faqat turmaga yoki sotdan burunqi tutib turish o'rinlariga o'zgartirilgan. Kolorado universitetidagi Uyg'urlarni tadqiq qiladigan insonshunos Darimbaylar Birleşmə Agentlik qilgan so'zda Uyg'ur elining hozir saqchi davlatidan eshib keng ko'lamli qamoq jazosi ijro qiladigan bir sistemaga o'tganligini, 100 minglagan kishining nopusdan g'oyib bo'lganligini bildirgan.